Kim YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatdagi ishimizni tayyorlash jarayonidamiz. Alobest antrazitdan bo'lgan, bu taraf akfa. Antrazit balkon. Bu qanotlari. Ishlar ichkarilari turibdi. Bu keyingi qanoti. Bu akfa antrazitdan romimiz. Romimiz rasmiga keladigan bo'lsak. Eniga 1.25, bo'yiga 1.56 pramug'ali qildik. Pramug'ani bu joydan bu joyga 37 pramug'a tashlaganmiz. Past uch ko'z, tepa bir ko'z. Buni romimizdan 6 ta bor. Bu yerda 3 ta, bu yerda 2 ta. Yana bu bittasi. Bu romimiz narxiga keladigan bo'lsa, oynalar 2 qavat, padagonlar bilan 1.700.000 dan qilib berdik. O'zimiz Andijon viloyati Kulla qishlog'iga. Bu bir Alobest eshigimiz. Razmeri eniga 85, bo'yiga 2.40. Pastlar arka fon. Yani zo'r ruchkalar doimiy original ruchkalardan qo'yilgan. Bu eshigimiz narxi keladigan bo'lsa 950.000 so'mdan qilib berdik. Balkon qanotlar juda chiroyli holda bo'lgan. Shahlarni ham ko'rishingiz mumkin. NDF romlar ham qilamiz. Bu NDF antrazit jinsiy NDF bo'lgan 08. Juda chiroyli chiqqan bular ham. Bunimiz narxi keladigan bo'lsa kvadrat 700.000 so'mdan qilib beryapmiz. Bu romlarning qanotlari. Bu esa 8 ta porchkasi bor. Porchkalar donasini 300.000 so'mdan qilib berdik. 2 qavat oyna bular ham. Bu eshiklarni, kesaklari. Kimga shunday akfa eshik romlar kerak bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastak o'rnatib berishlarimiz xizmatlarimiz bor.